Yetib kelayotgan bayramda cho'nglarning o'yisiga nima kiyishini bilmayotgan qizlar bu filmni cho'qim o'tkazib o'tmay to'liq g'alati ko'ranglar. Men bu filmimda sizlarningki shu bayramlik tuqqan yo'qlashga borgan vaqtinglarda kiyishinglarga eng mos keladigan intayin chiroyli sifatli g'alati ko'ylaklarni tavsiya qilib keldim. Uchamdagi bu ko'ylak bo'lsa 3 xil rangda chiqadi. Ikkili rangni men sizlarga hozir sinab berayman. Uchamdagisi qizil. Uch g'alati qizil rangda chiqadi. Birinchi balasini homildor bo'lgan qizlar, yangi to'y qilgan qizlarning eng oldin tanishinglar bo'la oladi. Homildor bo'lishdan burun men bek o'ruqdim, ko'tariblam samirib ketdim degan qizlar bu ko'ylakni ko'rib yiqqanlar mayli keyinning nusxasi bo'lsin, oldingi nusxasi bo'lsin, shunchalik chiroyli chiqadi. Marangmi sizlarni intayin o'riq g'alati chiqardi juma qizlar. Old tarafdan ko'rsanglar qo'saq yo'qdeklar g'alati chiqadi, yon tarafdan ko'rib baxsanglar qo'sqam yo'q g'alati chiqarliq. Qaranglar eng alayli yerim shu, lekin bu nom soni intayin az 100 kilogramni xonim qizlarimiz kiyalaysizlar, uzunligi 1 metr 10 santimetr bo'yicha chiqadi. Bu uchamlik rangmi intayin suzuk g'alati chiqadi, o'zi oq qizlar bek tavsiya qilma. Bu yil gormon nusxa bek moda oldu qizlar buni rahmi gormon nusxa bo'yicha chiqadi. Qat'iy ta'lit o'tmaydi, bek salqin rahat holat bo'yicha chiqadi. Endi sizlarga kelganim bo'lsa, ikki xil rangli ko'ylak, buni o'xshashdan bel tarafdan bir tal lentisi billalati chiqadi. Buni taqsanglarmi yoki taqmasanglarmi bo'ldi. 100 kilogramni xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar, yon tarafdan bo'lsin, nari keyindan bo'lsin, nusxasi intayin chiroyli chiqadi. Ko'ylakning uzunligi o'xshashdan 1 metr 10 santimetr bo'yicha chiqadi. Rangi ikki xil rang. Yana bir xil rangni hozir kiyib beray. Bu yana bir xil rang, bu rangmi intayin suzuk chiroyli g'alati chiqadi. Belvag'an taqmagan g'alati qizlarmish xilolat bo'yicha chiqadi hujma. Belvag'an taqvasanlarmi, taqamsanlarmi bo'laverdi. Keyin tarafdan nusxasi intayin chiroyli chiqadi. Qizlar butun marvoyatli g'alatlar, rangi intayin chiroyli. Mayli cho'nglardan bir yak birayli yoki to'y-to'ykunlarning bo'lsin, eng oldin tanishinglar bo'lalaydi. Cho'qim aqranli ko'ylaklarni ekanmidingizmi deb so'rashinglar mumkin. Aqranlikim bajimi qizlar. Men yoqutlarim shunchalik chiroyli g'alati chiqadi. Bek julaliq, keyin nusxasini ko'rib baxsanglar bek chiroyli chiqadi. Yanlarim bek alayidajimi, qattiq qichishtirmaydi, biyaram qilmaydi, yozdan eng ro'yatli. Mako'nikimizmi o'xshashdan 100 kilogramni xonim qizlarimiz kiyalaysizlar. Buni yana bir xil rangi bor, uni hozir sizlarga sinab beray. Oyog'ining nusxasini bek chiroyli chiqadimi qizlar? O'xshash uzunligi 1 metr 10 santimetr. Mana qizlar, qizil rangni yoqtirgan qizlarni bek chiqdi, uning ustiga bayram demishin kiyasanglar bek chiroyli chiqsizlar. Men oldi tarafniki men yoqtirib bek chiroyli chiqadimi? Keyindan o'xshashlar bor. Ikkili rang intayin chiroyli chiqadi. Ikkili rangninki men ichki tarafdan faqirqi urug'liqchimi qizlar. Optopga chiqsanglar chiroqning ostida texxidimi faqirab julali qo'yib ketisizlar. Qizlar marang chiroyliqmikan, nusxasi intayin chiroyli g'alati chiqadi hujma. Bel tarafdan cho'ng kichikligini o'zingizlar tanishaysizlar, ikkili tarafninkini tanishigini bo'ldi. Ajab maslar ko'zda aytsam yeshilmadi-da. Mish xilolat bo'yicha chiqadi hujma. 100 kilogramni xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar. Bu ko'ylakning uzunligimi o'xshashdan 1 metr 10 santimetr bo'yicha chiqadi. Rangi 3 xil rang. Boshqa ikki rangni hozir sizlarga kiyib beray. Mana yana bir xil rang, bu nomi pistallar bek chiroyli chiqadi hujma qizlar. Keyin tarafning nusxasi bek chiroyli, keyin tarafning belidimi o'xshashlar bor. Chiqqanmaydi shunchalik nozik holat o'rlashtirilgan. Bu intayin chiroyli g'alati chiqadi. Do'stlaringlar bilan qahva ichgan bo'lgan vaqt keysanglar rasmga shunchalik chiroyli chiqsizlarmi qizlar? Keyin nusxasi o'xshashlar g'alati chiqadi. Bek umaq chiqsizlar marangda. Bu rang faqat 3 ta lamba jiqmali yo'q. 95 kilogramni xonim qizlarimiz kiyalaysizlar. Ko'ylakning uzunligi bo'lsa 1 metr 10 santimetr. Tarafni ochmay turib ham kengaytirdimmi qizlar? Qizlar ma ko'ylakni ajoyib fayz chiqadi. Majallarini ko'rdinglarmi? Ajoyib chiroyli. Men mayda tarafdan shunchalik chiroyli g'alati chiqadi. Andin meni ko'nchur qilgan finsarim bo'lsanglar bir tal bellikni qo'shib so'g'at qilman. Ko'ylakka bek tushdi bu bellik. Bek chiroyli chiqadi. Ko'rdinglarmi? Taqvasanlarmi yoki taqmasanglarmi bo'ldi. Meni eng chiroyli chiqadigan yeri tug'ib qo'ygandan keyin kiyalaysizlar, tug'ib qo'ygan vaqtda belligi bilan bir taqvasanglar bo'ldi. Buni ranglar bo'lsa, 3 rang chiqadi, uzunligi 1 metr 10 santimetr, o'xshashdan 100 kilogramni xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar. Qog'oz rangni hozir sinab beray. Cho'qim deyishinglar mumkin, qizlar majin o'g'andika ig'ir chiqib ketami deb bargiz ig'ir chiqib ketmaydi hujma. Bek rahat chiqadi, bek yengil chiqadi. Buni o'xshashlam yo'daysi bor. Qizlar, buni o'xshashlam qarangligi bor. Bizni o'roq chiqardi, bek o'maq chiqadi hujma mako'nikimiz. Mana ish qilib to'y-to'ykunlarga borsanglarmi qizlar, bek chiroyli chiqadi. Do'stlar yig'ilishida bo'lsin-chi, unda amildorlik qilmay bek bilinib ketmaydi, bek o'maq chiqadi qo'sqanlarmi. Qulonlarimiz shunday bir tal belligi bilan billalatda bordi. Bugun chiqqan ko'ylaklarimni ichida qaysini eng yoqtirganlar cho'qim jeto qilib inkas rayonini qoldirib qo'yishni unutqanmanlar. Zakaz tushmoqchi bo'lsanglar, men sizlarni ayrimxona saqlayman. Ostiga yuraklarni yo'llab qo'yishinglarni umid qilaman. Sana görüşürüz. Xeyr xo'sh.